بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 236. ayeti geldik. Bu ayetlerde şu bir qatar talaq alaqadır ahkamlar sözünü ötüdü. Biz tövende okumakçı olan ayetlerde şu talaq alaqadır ahkamlar sözündekin. Allah Teala bu ayette deydi. Estaizu billah. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Yine sizlerge günah bulmaydı. Eğer ayollarını talak kılsanlar, ulağa madamik ulağa yakınçılık kılmagalı bolsanlar, yakınçılık kılmagan bolsanlar, yoki ularga muayyen bir mehr bekitmegen bolsanlar. Yine ayollarınlarga yakınçılık kılmay turup yoki mehri tayinlamay turup ularni talak kılsanlar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yversanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa bersanglar, narsa beringlar. Boy kishi o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir deydi. Ar-Rabbim لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. Yin bir qiraatda tumassuhunna deb o'qilgan deydi. Ya'ni ularga tegmasanglar degan, yaqinchilik qilmasanglar, jimo qilmagan bo'lsanglar yoki tafridu, ya'ni lam tafridu demoqchi. Ularga bir mehrni bekitmagan bo'lsanglar, musholatda taloq qilib bersanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. E, Bu holatda hamda ularga muayyan ularning ko'nglini ilish ularninki sunuq ko'nglini bir o'rnini to'ldirish uchun bir mut'a, bir sovg'atdek bir narsa berish kerak ekan. Ya'ni bu sovg'atni boy kishi o'zining holiga yarasha beradi. Rizqi tor bo'lgan, ya'ni kambag'al kishi o'zining holiga yarasha beradi. Mata'an bil ma'ruf, ya'ni chiroyliqcha shariat bekitib bergan bo'yicha mushta mut'ani berish kerak. Bu haqqan alal muhsinin. Bu yaxshi ish qiluvchilarga haq bir ishdir. Ular o'tash tegishli bir ishdir deydi. Ya'ni muhsinin degan al muti'in. Alloh itoat qilgan odamlar bu shundoq qilish kerak. Shariatning hukmiga bo'ysunish kerak. Avum ma'lam tamassuhunnadiki ma masdar zarfiyya masdariyadir deydi. Yine la tab'ata alaykum. Sizlarga hech qanday bir ergashguchi bir narsa bo'lmaydi. Ayollarga jimo qilmagan va muayyan bir mehr bekitmagan vaqtda taloq qilgan chog'da bir gunoh bilan yoki mehr bilan uning bir ergashguchisi bo'lmaydi. Ya'ni bir sizlar gunoh bo'lib ketmaydi, mehrimi vojib bo'lmaydi demoqchi. Musholat taloq qilgan bo'lsanglar, ularga mut'a beringlar. Ya'ni a'tuhunna ma yatamatta'na bihi. Ular uning bilan manfaatlanadigan bir narsani beringlar. Manfaatdan kelib bo'lmaydigan bunda bir narsa emas, manfaatlanadigan bunda bir narsa beringlar degan bo'lgan. Moyatda hamda boy kishimi o'zining yarishiga holiga yarasha beradi, kambag'al kishimi o'zining holiga yarasha bersin degan ekan. Bu nimani ifodalaydi desa, ayol kishininki turmush ahvoliga qarash yo'q. Ayol kishining turmush ahvoli qanday bo'lsa, boy ayol bo'lsa-mu, uningga nisbatan er kishi o'zining durumini ahvoliga qarata bir narsa berish kerak demoqchimdi. Hem keyingi oyatda yana shu yuqorqi oyatning davomida va in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna va qad faradtum lahunna farida. Hem yuqorqi oyatda jimo qilmay turib ham muayyan bir mehr bekitmagan turuqliq taloq qilib o'tgan bo'lsanglar, uni hukm qanday bo'ldi deganda. Ham oyatda ularga jimo qilishdan ilgari, lekin jimo qilishdan ilgari va muayyan bir mehr bekitgan holatda taloq qilib o'tgan bo'lsanglar, u chog'da sizlar bekitgan shu mehrininki yerimni berishinglar kerak. Ya'ni vojib bo'ldi ayollar uchun
shu mehrininki yarmi sizlarga qaytarilishi deydi. Yine a mehrini bir muayyen mehri bekitip ekan. Lekin jimo qilishni ilgari talaq o'tibdi. Unda bo'lsa, a mehrini ayol berib bo'lgan bo'lsa, ayol kishi shu mehrining yarmini erga qaytarish kerak demoqchi endi. İlla en ya'funa. Faqatla u ayollar afu qilib o'tgan bo'lsa, hammasini berib o'tgan, qaytarib bergan bo'lsa eriga, mehrining yarmini emas, hammasini qaytarib bergan bo'lsa, u shu ayolning iltifoti demoqchi endi. Aw ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah. Yoki uning qo'lida nikohni tutqusi bo'lgan odam afu qilib qolsa, afu qilib hammani berib bersa, uningki nimasi? İltifati. Biyadihi uqdatun nikahdan maqsad er kishini ko'rsatdi deydi. Yine mehrning hammasini er kishi shu oyga berib bersa, u mayli. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyatda al vali uqdatun nikah qo'lida nikohni uqtisi bo'lgan odam vali bo'ladi agarchanda ayol mahjur bo'lsa debdi. Yani mahjur bo'lsa degan bir kichik sababdan kichik bo'lganligi, yeshi kichik bo'lganligi uchun pul bilan tasarruf qilishdan cheklangan mundoq bir odam bo'lsa demak şimdi. Bunda bir kichik ayol bo'lsa yoki bir ojiz bo'lganligi uchun, aqli ojiz yoki badan ojiz bo'lganligi sababdan pul bilan tasarruf qilishdan ojiz kelgan bunda bir ayol bo'lib qolsa, u chog'da u ayolning valisi nikohning uqdisi qo'lda bo'lgan odam shu bo'ladi. U chog'da ayolninki mehrini shu valisi oladi demak shu chog'da. Eri mehrining hammasini bo'ldilar deb berib o'tgan bo'lsa, shu mehrini ayol kishining o'rnida valisi oladi demoqchi. Mushta bo'lsa, uningda hech qanday haraj yo'q. Va an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Sizlarning afu qilib o'tishinglar taqvolikqa nihoyat yaqindir. Afu qilib olsanglar yaxshi. Endi mehrini hammasini berib olsanglar, bu nihoyat yaxshi ish demoqchi. O'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ehson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Va an ta'fu degan mubtada bo'lib, uning xabari aqrabu lit-taqvo degan so'z deydi. Shu jumla. Sizlar oranglardagi o'zaro ehson qilishni unutmanglar. Ya'ni sizlarning ba'zinglarga marhamat qilishni unutmanglar. Haqiqatan Alloh taolo sizlar qilayotgan ishning hammasini ko'rib turg'uchidir. Sizlarga ashunga yarasha jazo yoki mukofot beradi deydi. Yani er ayollikninki ishi mushundaq qilib bir mehribonlik ustiga qurilish kerak ekan. Ma ikki oyatda Alloh taolo taloq alaqdir ikki hukmni bayon qilib bergan bo'ladi. Biri ayolni nikohlab amriga olibdi bir odam, bir ayolni. Amriga elib, uningga muayyan bir mahrini bekitmabdi ekan texe. Va shu holatda uning jimo qilishni ilgari taloq qilib o'tibdi. Unda bo'lsa, uning u ayolga mehr vojib bo'lmaydi dedi. Muayyan bir mehri yoki mehri misli berish kerak emas. Faqatla u ayolning ko'nglini bir avundirish uchun azroq bir mut'a berib qo'yish kerak dedi. Ham ikkimda bir ayolni nikohimizga olibmiz. U ayolga muayyan bir mehr bekitib ekanmiz. Lekin uni duxul qilishdan ilgari u taloq qilinib ketib qolibdi u ayol. Unda bo'lsa faqatla o'zaro ehson qilish uchun yoki ayol kishi bo'ldilar deb mehrning hammasini erga qaytarib bersa, u ayolning iltifoti yoki er kishi bo'ldilar deb mehrning hammasini ayolga berib o'tib qolgan bo'lsa, u uning iltifoti. Ana shu yerda ikki hukm bor taloqqa aloqador. Yana bir hukm chiqdi ekan shu oyatlardan. Mehrini bekitishdan burun taloq qilib o'tib qolsa degan bo'lgan ekan oyatda. May bir mehr bekitmay turib, ayolni nikohga olsa, nikoh tushmam deganda tushudi degan bir hukm chiqib berdi. Chunki amirda bo'lgan ayol taloq qildi. Amirda bo'lmagan ayol taloq qilmagan ekan, shu mehrini bekitmay turib olgan bo'lsa shu bu hisob endi. Lekin bu chog'da
to'y qilib bo'lgandan keyin shu mahrini deyishib o'sha berish kerak. Bämisi bo'lmaydi. Nikoh shu yerda lekin mahrini keyin deyishib uni berish kerak. Keyingi oyatda Alloh taolo namozni muhofaza qilishga aloqador bo'lgan bir ahkomni bayon qildi ekan. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo taqvolikqa muhofazat qilinglar va o'tir namozni muhofazat qilinglar. Va qumu lillahi qonitin. Ya'ni 5 vaqt namozni bo'libmi namoz degani davomlashtiringlar. Va solatul ustoni bir tafsirda namoz degar deb tafsir qilingan ekan. Yine hafizu deb keltirganlikning o'zi butun shartlari bilan namozni vaqtida to'liq ado qilinglar deganlik bo'ldi ekan. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Ya'ni bi adaiha fi awqatiha. Namozni o'z vaqtida ado qilish bilan muhofazat qilinglar va o'tir namozni muhofazat qilinglar. Ham bu o'tir namozni bir tafsirda namoz asr degan deyilgan ekan, yana bir tafsirda namoz bomdod deyilgan ekan, yana bir tafsirda namoz peshin. yoki undan boshqasi. Mana shular tafsir qilingan kelimda. Alloh taolo salotul ustoni alohida zikr qilishi bu yerda shu namozning alohida fazilatini bo'lganligi uchundir deydi. Endi salotul ustoni Alloh taolo muayyan mav namoz deb bermaylamla. Buni bizning shu mufassir olimlarniki tafsiriga qo'yib qo'ydida bu yerda. Shunda bir hikmat bor. Buni ba'zi olimlar namoz asr dedi, ba'zilar namoz bomdod dedi, ba'zilar peshin dedi. Demek şu namazların hemmisini alayda şu ko'z oldimizda tutib işte muhofaza qilishimiz kerak degan bir hikmat bor bundan. Mayli bu asr namozi bo'lsin yoki peshin bo'lsin yoki bomdod bo'lsin yoki sham bo'lsin, xutban bo'lsin, qaysi namoz bo'lsa shu namozlarning hammasiga alayda e'tibor bilan qarashimiz kerak. Men shu namozni joyida o'qisam Alloh taolo alayda tilga olgan salatul vustoni men joyida o'qigan bo'laman deb turib o'qisak bunun ajri bo'ldi. Ve kumu lillahi qanitin. Alloh taolo uchun namozda e, qonit qonitin bo'lgan holatda turinglar dedi. Bu qonitin degan bir tafsirda muti'in deyilgan ekan. Itoat qilgan holatda. E, Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis shundoq degan. Qur'onda kelgan har qanday qunut so'zi o'sini toatdir degan ekan. Buni Imom Ahmad va undan boshqalar rivoyat qilgan edi. Yana bir tafsirda qonitin degan sakitin degan bo'ldi debdi. Yine sükut kılgan alet durumları. Hiç kında gep söz kılmay, naati jim tuğan alette namazını okunla Allah Teala'nın huzurda aşağı turunla degenlik oldu. Bunun delili Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste şundak kelgan. Biz namazdaki vaktimizde namaz okuyotgan çağda gep kılattık. Hatta ki şu ayet düşken kadar deydi. Bu ayet düşkenden keyin biz namazda sükut kılıp jim turuşku buyurulduk ve gep kılıştan tosulduk dep kelgan ekan. Unda bo'lganki, mushu tafsiri binoan aqonitin, ya'ni sakitin degan bo'ladi deyilibdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan deydi. Va qumu lillahi qanitin deb oyatda mana degan bo'lgan ekan. Bu namozda turgan vaqtimiz biz Alloh taolaning huzurida turgan vaqtimiz bu. Bu Alloh taolaning huzurida turganlik bu biz uchun bo'libmi namoz o'quvchilar uchun nihoyat katta bir fazilat, bir katta bir maqom bu. Şunlaşka her bir Müslüman şu namazdaki altını ganimet biliş gerek. Ben Allah'ın huzur turvatıman ko. Allah Teala'ga cık dua kılı olay. Allah Teala'ga cık telefon olay. Allah benim muş namazımni kubul kıp kalsa, duayımı icabet kıp kalsa ecib emez. Dep durup namazını aşındak bir hoşu, huzurdan okuşumuz gerekkin. Yeni gele bu namazın İslam'daki nahayet çoğun amdı. İki şahadetten karşılamla bu namaz İslam'daki en mühim amallarining ibodatlarining birisi. Har qanday ahvol ostida bu namozni tark etishga bo'lmaydi. Hattoki shu salatul xavf dushman bilan urushayotgan holatdami Alloh taolo qo'rqinch holatga namoz deb belgilab bergan namoz o'rni.
Aşiretde bu namazını terk etse bo'lmagan yerda boshqa qanday bir kasal bo'lib qolgan yoki boshqa bir ahvol durumlar bo'lgan chog'da bu namozni tark etishga qat'iy bo'lmaydi ekan. Fa in xiftum deydi mana Alloh taolo. Agar qo'rqsanglar dushmandan yoki kelkun kelib ketib shu kelkunning sababidan yoki bir yirtqich hayvondan qo'rqib qolsanglar, namozni qanday o'qiysizlar desa farijalan deydi. Endi piyoda menayotgan holatda namoz o'qinglar yoki rukbanan yine uloq mingan holatlaringlarda namoz o'qinglar. Kayfa amkana. Qandoq mumkin bo'lsa qiblaga yuzlanib turib yoki qiblaga yuzlanmay turib qandoq mumkin bo'lsa shunday o'qisanglar bo'laveradi. Buni ruku sajdani qilish mumkin bo'lmagandan keyin uni ishora qilib o'qiydi deydi u chog'da. Fa iza amintum agar qo'rqinishdan xotirjam bo'lsanglar, u chog'da Alloh taoloni zikr qilinglar. Ya'ni o'qing, namoz o'qing. Uzkuru degan bu yerda sallu degan bo'ldi ekan. Namoz o'qinglar, Alloh taolo sizlarga o'rgatganga o'xshash, sizlar bilmagan narsani o'rgatganga o'xshash ashta namoz o'qinglar. Sizlar bilishdan ilgari e, Alloh taolo sizlarga o'rgatganga o'xshash shuni o'qinglar. Namozning farzlarini, boshqa haqlarni hammasini to'liq ado qilib, ashta o'qinglar deydi. Kama allamakumdiki kam kaf harfi misli ma'nisida. Ya'ni mislama mislama allamakum deganlik bo'ldi ekan. Sizlarga o'rgatganga o'xshash. Ma bo'lsa mavsula. Ya'ni mislallazi degan bo'ldi-da o chaqda. O'rgatganga o'xshash yoki masdariy ma'nosida. Mushtaq ma'no aytilgan bunga. Alloh taolo hammaylarni shu namozlarni joyida muhofazat qiladigan musulmonlardan qilsin. O'zining ahkomlariga hamma ahkomlariga esib manglagan taqvodor musulmonlarning qatoridan qilib o'tsin. Amin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.